Hürmetlik vatandaş, endi sizge leksiya so'zlaymiz. Leksiya so'zlaymiz deganda siz bilan muhokama qilamiz, hürmetlik vatandaş. Bugungi xabarni ko'rdingiz, bizning sizga so'zlagan leksiyamizdimi? Olqib tushdi bu xabarlar. Mana bir açay yana bir qatan vatandaşım. Kechiring meni o kompyuter degan buni tiz uchab ketmaydi, yo tiz uchab ketyapti. Kechiring do'stim, kechiring. Bugun chislani aytdimi? Yana bir aytib o'tay. 2020 yil 12-oyning 16-kuni Amerika Kongress Davlat Majlisining senatorlar, ya'ni Kengash palatasida hozir guvohlik berish, guvohlik elish yig'ini bo'lib o'tadi deganda aytib baqdim, uning ichida singib ko'rish degan bir so'zni anglab, xo'sh bo'lib buning xabari yoki yozma xabari qachon keldi desam, yozma xabari uningdan burun hozir mana chiqib qopti Amerika ovoziga. Uning mavzusi mana qarang. Jungo Kompartiyasining Amerikaning siyosat munbiriga singib kirishidan jiddiy ansirab, Kengash palatasi yangi yig'in mezgilidan boshlab guvohlik berish va guvohlik elish yig'ini ochdi mavzuli xabar 12-oyning 16-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Hozir nimdadoq yosh xavliya, yosh bola ekan, 35-40 yoshlarda ekan. Dedi o nime dedi uzundan biri. Tor taşladı. Torni Kenya'da ağamçı taşladı. Uzungu taşladı. Kaliforniya ştatıga. Jungo Kompartiyası sınıp girdi. Sınıp kirgendi mi Kaliforniya ştatıga Demokratlar Partisi sınıp girdi. Vatandaşım, işlerin kandak bakalığını bilgen Josh Hawley'nin sözüden anlaysınız. Josh Hawley'nin muşu sözünü tahlil qilish, tasavvur qilish bilan yetaleysiz. Bu yer yana hayron qoldigan bir ish. Masalan, Chimpokun nim dedi? Xi Jinping hozir Germaniya harbiy parxodlari va Fransiya, Angliya bilan birlashib, ma'nisi birlashma front qilib kimga qarshi turmoqchi? Sen bu davlatlar bilan, g'arbdagi bu davlatlar bilan birlashib Amerikaga qarshi tur. Voh, 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 voh. İnsan xiyol qiladi, xom xiyol qiladi. İnsan degani vatandashi, bu Xitoyning xiyoli qanday xiyoldi? Hayronman ha. Germaniya sen bilan birlashib Amerika qarshi turamdi ya. Buning ichida bulab Fransiya bilan Germaniyani chiqarib turayli. Angliya sen bilan birlashib Xitoy Amerika qarshi turamdi ya. Oh, oh, oh. Nima xiyol bu he? Elishibdi. Men buni deymanki, Xitoy hozir elishibdi vatandashi. Elishibdi. Enindeki ikinci bir sualda sizin tasavvurunuzu koyay. Hozir isimde başadı şunu deyip olay. Qarab turun. 12-oyning 14-kuni saylıgıçılar bilet taşlaş. Amerika'da 50 ştatda bilet taşlaptı. Gördünüz mü? Şunundan burun sizin isinizde bu vatandaş. 11-oyning 14-kuni Washington şehrinde 1 milyon kişilik namoyish bulup Prezident Trump'ni qo'lladı. Şundak mı? Şundaqlı şu günü Amerika'da 50 ştatda namoyish chiqdi. Bu qatam hem de 12-oyning 12-kuni yana Washingtonda 1 milyon kişilik namoyish o'ttirg'i chiqdi. Prezident Trump'ni qo'lladı. Joy-joylarda, shtatlarda namoyish bo'ldi. Bo'libmi 7 davol qilib turgan 7 shtatning hammasida namoyish bo'ldi. Prezident Trump'ni qo'lladı. Gördünüz bu namoyishlarni asosliq matbuotlar, atalmış matbuotni e'lon qilmagan bo'lsa-mi, tor betirda ko'rdingiz vatandash. Namoyish chiqdi. Mushundaq ahvolda hozir debdi, mana boshda nima debdi? Hozir Amerikada nurg'un kishilar bu qatimqi saylamdan Amerika graydallari, mutlaq ko'p sonli graydallari bu qatimqi saylamning qandoq bo'lganligini hisoblamaydi, hisobga olmaydi. Guman qılıbatıdı dedi, şunun için dedi. Biz bugün devlet meclisinde senatorla Kengash palatası da guvohlik açtık dedi. Qo'ydigan sualımni yana unutib qoldim. Qochib ketib qoldim. Ya qochib ketmedi, müjab atlab ketib qoldim. Nima sualda? Shundaq 1 milyon kishidan 1 milyon kishi namoyish qildi. Acaba vatandaşa bütün Amerika 50 shtat Prezident Trump'ni qo'llab namoyish qildi-yu bu qatim saylıgıçılar biletini taşlaganda bir bilet mi taşlap koymaptı ya?
Masalan, burun 232 idi. 11 ayının 3. günü 132 idi. Hazırgıçı yani 132. Şunçula hareketler oldu bir ayga yakın vakit içinde. Şunçula namayişler oldu bir ayga yakın vakit içinde. 50 ştatın bir sayılıgıçı bilet taşlap, ma biletini ben sizge taşıldım, Prezident Trump efendi demepti ya. Kanda tasavvur kılsız, kanda oylaysız ötendişim. Bunu oylaştın evvel siz bilgen, Amerika Avaz Radyosu'nun bu haberi bilen, Devlet Meclisi, Kengaş Palatası'na gelisiz. Kengaş Palatası ne bulvatdı? Guvaklık bulvatdı. Yok orada ettim, yok orada sözledim. Bu guvaklıkçı ütüden 6 nefer kişi. Endi eş müşiyek geldi. Müşiyek geldi Beijing nemi kılıvatıdı? Tar koçuladı, tank meşgul, uruş meşgul. Hazır Çin Pokun nemi dedi, uruş tayyarlı kılıvadı. Büyük İran orbiti nemi dedi, hazır seferteki bugün geldi, onu da kalemki ağıçı bombadım, hazır geldi saklap koydum. Umumizlik seferberlik. Onu da Tayvan nemi dedi, müşiyedi baraz, bana. Qarab durun ha. Amerika harbiy parxodlari Tayvan porti to'xtamdi. Donald Trump vazifadan ayrilishdan burun eng oxirgi do'tkishni qilamdi. Bu Tayvanlikdan qo'yayotgan savolga hozir vazifadan kim ayrildi da oldimizni o'yash. Oldirab qo'yapti bu Tayvanlikqa paq. Jungo agar Tayvanga hujum qiladigan bo'lsa, Amerikaning obraziga daxl tarvuz yetamdi. Bu qaysi demem sizlarga to'nosh. Puli qaraydigan yillar. Yani bir xos xabar. Avstraliya temir rodesi ve kömür kallarını taqab Jungo'ga zarba berdi. Amaliyotda bu ne? Import qilishdan to'xtatdi Xitoy. Üzümü import qilishdan to'xtatdi. Jungo Avstraliya savdo urushi boshlandi ikki davlat o'rtasida. 1 soat bir 12 ayning 16 kuni YouTube. Mana mush xabar hozir urush to'g'risida birisini yozmabdiman. Urushga safarbarlik hozir Xitoydagi qaysi urush? Onu qo'yib turasiz. Siz mana nozik vaziyatlar Xitoyning urush tayyorlik qilayotgan nozik vaziyatni selishtirib ko'rib. Eng oxiri mana bu yerga chiqdi. Eg'ir gap deymi vatandosh? Ma gapchimi? İntayin eg'ir gap vatandoshim. Jungo Kompartiyasining Amerikaning siyosat munbiriga singib kirishidan jiddiy ansirab Kengash Palatası yeni yığın mezgilden başlap guahlık beriş ve guahlık eliş yığın açtı mavzulu haber. Mana Amerika avazı turuptu vatandaşım. Bu eğir gap deyme. Endi vaziyat qanda özgürüp arlıq 2 gün, bir günde bir özgürüp durdu. 2 qatam to'xtab qoldim tayyorlagan originalimda. Yenilik yoki originallik qomidi so'zlayamidi sizga vatandaş. Vaziyatning o'zgarishini ko'rdingizmi? Endi mayadagi Josh Hawley efendining Kaliforniyaga singib kirdi. Kaliforniyada Demokratlar partiyasiga singib kirdi. Yoki siz G'ajirozning gapiga aytganda qurultaychilarning ichiga singib kirdi. Mana shundaq vaziyat, mana shundaq vatandoshim. Bugun sal fikrim chechildi. Fikrimni yig'ishtiramdan leksiya so'zlash uchun sizlarga. Yani çoğun noktalardan oylanğan idim, ben şunu sözlemek idim. Hazırcı müşün anlap durunlar, mani endi teyyarlap, Allah halısa, Allah sizlerini selamet kılsın, hemimiz selamet kılsın. Bu haberini bugün keçilep, tercim kılıp, sizlerge yetkisi ve hürmetlik vatandaşlar. Hoş vaqt bulunlu vatandaşlar.